Assalomu alaykum. Xatirchi Begimiz guruh a'zolari Navoiy viloyati Xatirchi tumani Miyonqol mahallasi Olmazor Shohir Muhammad Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chalari biznesi bilan shug'ullanaman. Badarmat qilaman do'stlar. Mana bugun sanamiz 28-sentyabr hafta kuni yakshanba. Mana bugun bizda har doimgidek ishlarimiz qizg'in. Bugun sizlarga cho'chalar haqida, Begimlar haqida qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumot berib o'taman do'stlar. Videomiz boshlanishidan oldin like hamda obuna tugmani bosib, Begimiz bizni shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlar yaqinlaringizga ulashib qo'ying do'stlar. Qarorda boshladik. Do'stlar, bizlarda hozirda bioreaktorlarimizni Begimizdan ajratib olish hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarimizga oziqa tayyorlash ishlari ketyapti do'stlar. Shu Begimiz bilan shug'ullanishni boshlagan yangi tadbirkorlarimizda savol bo'lishi mumkin. O'sha Begimlarimiz sayyor bo'lganda ularning cho'chinlarini qanday ajratib olsak bo'ladi degan savollar ko'plab uchrab turadi do'stlar. Begimlardan cho'chinlarni har xil usullarda ajratib olsak bo'ladi. Yashikchalar yordamida yo bo'lmasa ushbu ko'rinishda bemalol ajratib olsak bo'ladi. Cho'chinlarimiz bu qanday bo'ladi? Xo'p. Ko'rib turibsiz? Ushbu bioreaktorimizda faqat yon taraflariga suv sepilgan do'stlar. Yon tomonlariga suv sepilishdan oldin ustidagi 5-10 sm balanddagi qismi yon taraflarga tashlab chiqilgan. Faqat endilikda yon taraflarga suv sepilgan. Bu nima uchun bilamiz? Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chalari o'zi nomi bilan yomg'ir, ya'ni namlikni yaxshi ko'ruvchi cho'chalarimiz yon taraflarga qarab, ya'ni namlik bor joyga qarab intilaveradi do'stlar. Ushbu bioreaktorlarimizga yon tarafiga suv sepib chiqishimizdan maqsad o'sha bu quruq joydagi cho'chalarimiz namlikka qarab o'tishi, keyin ushbu o'rtadagi begimlarimiz, tayyor bo'lgan begimlarimizni ushbu ayvonimizga yoyib chiqib, begimlarimizni ilashni boshlaymiz, o'sha elaklarimizni. Yana ajratib olish ikkinchi usuli do'stlar, mana bunday yashikchalarimizda cho'chani ajratib olsak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? O'sha yashikchalarimizga nurini qo'yib, ustiga bioreaktorlarni ustiga qo'yib chiqamiz. O'sha yashikchalarga suv sepiladi faqat, o'sha keyin cho'chinlarimiz o'sha yashikchalardagi namlik bor nurlarga o'tib, ushbu ko'rinishni ajratib olsak bo'ladi. Unga ham lekin ozroq vaqt ketadi do'stlar. Bu yerda bizda o'sha Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarimizga ushbu ko'rinishda oziqalarni taxlayapmiz. Bularimiz nurlarimiz qizdiradi bu nurlarimiz. O'sha hozir kuz bo'lishiga qaramay havo haroratimiz ozroq baribir issiq. O'sha cho'chinlarimiz yangi oziqaga tez moslashishi, o'sha tezroq yeb begimni saqlab berish uchun biz ushbu oziqalarimizga, nurlarimizga suv sepib cho'chinlarimizga beryapmiz. Ana bu yerda mehnat kuchidan yutish maqsadida ushbu suv sepayotgan apparatlar yordamida cho'chinlarimizga suv sepib, suv bilan oziqlantirib turibmiz do'stlar. Bizlar videomizda kengroq tarqalish uchun o'sha Begimiz bilan shug'ullanuvchi tadbirkor do'stlarimiz, o'sha yangi boshlagan do'stlarimizga yetib borish uchun like hamda obuna tugmani bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Sizlarga o'sha kengaytirilgan yana joydagi bioreaktorlarimizni hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. Faqat like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Do'stlar, kimlarga sifat a'lo darajadagi begimlar yoki zichligi a'lo darajadagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chalari kerak bo'lsa, atpisanay 95 kod bo'lib 224 73 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Dastlabki yetkazish xizmatlari bor. Qancha olishlaringizga qarab narxlarni kelishamiz. Ko'plab yangi boshlagan tadbirkorlarimiz cho'chin ajratib olishga qiynalishadi. Cho'chin ajratib olish turli xil usullar bor. Yashikchalar yordamida hamda mana ushbu ko'rinishda cho'chinlarimizni ajratib olsak bo'ladi. To'g'ri 100% ajratib bo'lmaydi, va endi ozroq qoladi. Shu 70-80% atrofida, ziyodroq atrofida cho'chinlarni ushbu ko'rinishda ajratib olsak bo'ladi. Bilamiz, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari
namlikni yaxshi ko'radi. O'sha nam joyga qarab intiladi. Ushbu ko'rinishda shu beraktordagidek xuddi yon taraflariga suv sepib chuvalchanglarimizni ajratib olishimiz mumkin. Ham bunda yutamizmi, ushbu beraktorda begomslarimiz namligi ham yaxshilanib boraveradi. Ya'ni o'sha usti qurib o'zi tayyor bo'ladi. Bu yoqqa ayvonga oldingi videolarimizda ko'rganlar xabari bor. O'sha ayvonimizga yoyib chiqib, o'sha namligi 30-40 plus minus atrofida bo'lganda elab oladi. Mana shu traktorchalar yordamida haydagan videolarimiz ham bor do'stlar. O'sha haydab elakdan tushishini yaxshilash maqsadida haydab begomslarimizni elab olgan videolarimiz ham bor do'stlar. Ushbu ko'rinishda chuvalchanglarimizni oziqqa tayyorlaymiz. Bilamiz hozirgi kunda nuro endi har xil chevada har xil nuro, go'ng, pora deydi. Nurlarimizni do'stlar suv sepish tayyorlashimizdan maqsad nurni bilamiz va qizish darajasi bor. Havo hozir kuz bo'lishiga qaramasdan baribir havomiz ozroq issiq do'stlar. O'sha nuri qizib chuvalchanglarni yaxshi yeyishiga ozroq xalaqit beradi. Issiqlik baribir bilamiz. Buni nam qilib yuvib bersak nurlarimizni chuvalchanglarimiz sevib iste'mol qiladi do'stlar. Mana shunday kim boshlamoqchi bo'lsa, chuvalchanglarni ko'paytirib begomsi yetishtirmoqchi bo'lsa, marhamat bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Istalgan beraktordan, istalgan usulda chuvalchanglarimizni xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Kelib turib bemalol atpisana telefon raqamli aloqaga chiqib bemalol kelib turib ishimizni o'rganib, kimga necha kvadrat kerak bo'lsa, kelib turib bemalol o'rganib bizdan xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Biz tadbirkorligimizni endi kengaytirish maqsadida bilasizlar, yana Tomonqaga beraktorlarimizni kengaytirganmiz va ushbu narki beraktorni ko'rsatib o'taman do'stlar. Videomizga like bosib, begomsi bilan shug'ullanuvchi do'stlaringizga ulashib qo'llab-quvvatlab turing. Narki beraktorni ko'rsatib o'taman do'stlar. Do'stlar, o'zimizda qo'shni Tomonqamizga ham begomslarimizni ko'proq elab olish maqsadida beraktorlarimizni taxlaganmiz. Shu beraktorlarimiz ham Kaliforniya qizil yog'och chuvalchanglari bor do'stlar. Bu yoqda meniki Zagatovka nurli. Bu yoqda ham taxlab yuvib qo'yganmiz. Endi qancha ko'p joyga beraktor taxlab ona qilsak, o'sha begomimiz ham shunga qarab ko'proq chiqaramiz. Bilamiz, hozirgi kunda begomimizga do'stlar talab kundan kunga ko'payib bormoqda. Ya'ni o'sha sun'iy o'g'itlardan qutulish maqsadida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lishlaringiz ham kerak. Endi kasalliklar ko'payib boryapti. Endi sun'iy o'sha onadan o'g'itlab pishgan qovun tarvuzlarimizni ko'rdik. Pomidorlarimizni o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rdik. O'shalarni tabiiy yetishtirish, tabiiy pishirish maqsadida do'stlar hozirgi kunda begomlarimizga talab oshib boryapti. Kimda bo'lishi mumkin? Dehqonchilik, parniklar bo'lishi mumkin. O'sha dehqonchiliklariga, o'sha daraxtlar, mevazorlarga o'sha begomsa kerak bo'lsa do'stlar, marhamat bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nechitandan olishingizga qarab yoki qancha chuvalchang xarid qilishingizga qarab yetkazib beramiz do'stlar. Ushbu ko'rinishda kim boshlamoqchi bo'lsa, ushbu ko'rinishda faqat balandligi buncha bo'lmaydi bo'lsa, bu ushbu beraktorlarimizga oziqa solingan. Balandligini shu bir qarish 20 santimetrdan ziyodroq qilib beraktor ushbu ko'rinishda taxlab chiqilsa, o'sha uchun hozir buni kvadratini hisoblash ham oson bo'ladi, chunki o'rtacha 4-5 kvadratga, 4-5 kvadrat joyga 1 kvadrat Kaliforniya qizil chuvalchang solsak, norma hisoblanadi do'stlar. Endi qancha sizlarga begomimiz tez kerak bo'lsa yoki shuncha zichroq tashlasangizlar, o'sha chuvalchanglarni sizlarga tez begomimiz saqlab beradi do'stlar. Do'stlar, fikr mulohazalaringiz, savollaringiz bo'lsa, kommentariy orqali
bemalol savol yuborishlaringiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Videolarimiz o'sha Kaliforniya qizil yog'och-o'chalar yoki vegan bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz yaqinlarimizga yetib borishi uchun do'stlar. Hammaga rahmat do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.